Mana shu katyol bir sutkasiga 20 kilo, 20 kilodan ozroq ham rasxod qilyapti ko'mir rasxod. Mana hozir dam olyapti ekan katyol ishlash vaqtiga kelib qolgan hozir. 40 gradus qilib 24 soat shunda turibdi. Ko'mir rasxodi ham juda ham oz chiqyapti. Mana shu bo'lib ham mana ular taryapni toza. Ko'mirni ham o'zimiz olib kelganmiz. Mana shu ko'mirdan foydalanyapti. Ba'zi joylarda ko'proq ham rasxod bo'lyapti. Ko'mirni angren ko'mir aralashtirib yo boshqa ko'mirlar bilan foydalanyapti. Kaloriyasi ko'mir bor, kaloriyali ko'mir bor. Mana shu kaloriyali ko'mir. Ham pokiza, ham ham effekti yaxshi bo'lyapti. Va sut ko'mirga ham bog'liq bo'ladi. Yana hozir bir obyektimizga boramiz. Aynan ko'mir, angren ko'mirni pokasini yoqayotgan joydan hozir video qilamiz. Demoqchiman, ko'mir ham har xil bo'ladi. Mana shunaqa yaxshi, qimmat bo'lsa ham yaxshi ko'mirdan foydalansa, ham pokiza turadi, ham qiynamaydi. Mana 24 soatdan beri kechlikda qo'yganimizga ancha bo'ldi. Sutkasiga shunaqa 20 kilo, 20 kilodan ham ozon rasxod qilyapti. Zo'r. Shunaqa gaplar. Rasxod uyga ham bog'liq. 80 kvadrat joyga qo'yilgan mana shu narsa. Mana bu azbest turbalardan qo'yib qo'yganmiz. Bu avtomat katyollarga azbest turba qo'ysa ham bo'laveradi. Pol avtomat rushnoy katyollarga ozginadan keyin azbest turba qo'ysa bo'ladi, 1-2 metr, 1,5 metrdan keyin. Chunki ularda qattiq qizish bo'ladi bu yerda. Chidamaydi shunga. Bu avtomat katyollarda issiqlik o'zida qoladi, shuning uchun bunaqa qattiq qizimaydi. Azbest turba qo'ysa ham bo'ladi. Foydali maslahat bu yerda. Shunaqa mana o'zgarishlar kirib qo'yib bergan kunlarimiz, undan oldingi kuni video qilganman mana shuni rasxod bo'yicha. Mana hozir yana kirdik. Haqiqatan ko'mir deyarli yegan yo'q deyapti deganlar. Rasxodi zo'r baholasa. Endi hozir narigi obyektga borib, angren ko'mir yoqayotgan obyektda ham bir video qilamiz. Qancha rasxod qilayotganini, qanaqa holatda ishlatayotganini. Obyektimizga keldik. Endi bu yerdan olamiz videoni qaranglar. Mana ko'mirda xokasi bu, haqiqiy xoka. Umuman yirigi yo'q, haqiqiy turpoq. Ochiq yo'qmi odash? Buni ochiq bo'lsa ochib qo'ying. Xo'p, mana bu tarafga ham polni bosilgan. Ko'mirni bu yerda ochamiz. Mana haqiqiy turpoq. Angren qora ko'mirni turpog'i. 400 so'mdan olyapsizmi shuni? Qancha? 400 oldingizmi? 400 so'mdan olib, mana uyni isityapti. 3 haftadan beri uzilgan yo'q, 24 soat yonyapti. 24 soat yonyapti ekan mana. Mana yonishi. Endi mana bu ko'mirlarni mana yoqib ishlatishyapti. Yuvisyapti ekan. Shuni ma'qul ko'rishdi. Qaylardadir bu ko'mir yaxshi ishlamaydi, yaxshi isitolmaydi. Keyin chang tuzon nima qilinadi? Katyollarning atroflari to'nlik, ham yer ichida chang bo'ladi. Soganda ham, bu kulini olganda ham, boshqasida ham. Endi bu sutkasiga 4 qop rasxod qilyapti ekan. 4 qop sutkasida ko'mir rasxod qilyapti ekan. Analik katyolimiz 20 kilo sutkasiga. Kichkina qopingiz necha kilo chiqadi? 20 kilo, 40 kilo, 40 kilo, 80 kilo sutkasiga. Mana 80 kilo ko'mir sutkasiga rasxod qilyapti. Ko'mirda ham farqi bor. Mana do'stlar. Mana kimlardir mana shunaqa xoka ko'mir bilan isitib, uylarni isitishyapti. Kimlardir kaloriyali yaxshi ko'mir bilan isityapti. Mana yonishi. Mana yerda shlak bo'lib, ko'mir yo'lini to'sib qolgan yo'qmi? Mana shunday umuman tegmaysiz, mana shunday surib olyapti. Zo'ra. Ochig'i shu turpoq umuman. Haqiqiy xoka. Yaxshi. Bunkerga ham yopishib qo'ygan yo'qmi? Tushyaptimi bunkerda? Gap yo'q odash. Mana shunaqa do'stlar, kimlardir mana shu ko'mir bilan foydalanyapti. Mana rasxodi 70-80 kilo chiqyapti sutkasiga. Yonmaydi deganlar adashadi. Yonmaydi deganlar adashadi. Hozir 7 tonna bosib qo'yganman. Mana shu 7 tonna bormi? Mana. Hozir 4 tonna ekan. Mana pastda 1 tonna qolibdi. 1,5 tonna. Gap yo'q. 7 tonna ko'mir bosib qo'yishibdi. Yonmaydi deganlar adashadi deyapti mana. Gap yo'q. Nazar qilib ishlatyapsiz. Uylar issiqmi, samizlarmi? 70 kilo, 80 kilo rasxod qilsa ham gap yo'q. Shunaqa do'stlar. Mana aniq ma'lumot. Mana shunaqa yoqish. Aynan sizlar uchun shunga kelib mana video qilyapman. Ozon qo'yib topsanglar, yana ham ozon tushadi. Mayli do'stlar, omon bo'lasizlar. Savollar bo'lsa bemalol beraverasizlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz.